Koreyaga ketishga qancha pul ketadi? Yaqinroq keling, sizga hozir ko'rsataman. $7000 demaymiz. $6000 ham demaymiz. Boy akalarimiz uchun $100 kam, $4900 ichida, hamma yo'q ichida, noldan to Koreyaga, aeroportga borishingizgacha faqat sizda birgina qo'lingizda bakalavr diplom bo'lsa, shuni o'zi yetarli. Bilaman, o'qishni tugatgansiz, qo'lingizda diplom bor, lekin nima qilishni bilmay bekor yuribsizmi? Unda Koreyaga magistratura dasturiga o'qishga keting. O'zi yozda, qishda kanikul bo'ladi. Faqat 3 oy bahor, 3 oy kuz, haftasiga darslar 1 kun. Qolgan vaqtda ishni ham qilasiz. Bahonada diplomli ham bo'lib qolasiz. Eng qizig'i, narx ichida hamma yo'q kiradi. Sizning kontrakt to'lovlaringiz, viza to'lovlaringiz, ariza to'lovlar, bank shot, biletingizgacha olib berib, o'zim bilan birga Koreyaga borib, shu yerda joylashtirib ham qo'yamiz. Taklif zo'r, pulim yo'q deb bahona qilyapsiz, boy aka. Siz emasmisiz o'sha kreditga Nexia 2 olmoqchi bo'lgan? Undan ko'ra o'sha mashina olaman degan boshlang'ich $500 pulingizni menga olib keling, bo'ldi. Qolgan to'lovni viza chiqqandan keyin qilaverasiz. O'zimiz kontraktingizni ham to'lab turamiz, bank shotingizni ham, viza to'lovlarigacha o'zimiz to'lab turamiz. Viza chiqqandan keyin mana bu qog'ozni qo'lingizga shundoq beramiz, ana undan keyin qolgan hisob-kitobni qilaveramiz, boy aka. Aytgancha viza o'zi aniq chiqadimi deb qo'rqyapsizmi? 100 talik Koreya immigratsiyasi tomonidan chiqadi. Agar viza ola olmasangiz, oldindan bergan to'lovingiz ham kuyib qolmaysiz. Joyida qishtir sizga sanab beramiz. Hech nima yo'qotmaysiz. Faqat bitta minusi 30 yoshgacha bo'lgan akalarimiz hamda qo'lida diplom borlar aloqaga chiqsin, iltimos. Qaytgancha joylar soni faqat 30 kishiga, shoshilamiz.